Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Nega tez tugatib qo'yasiz? Nega hammaga o'xshab ikkinchi, uchinchi martaga kuchingiz yetmaydi? Bugun shuni o'rganyapmiz. Biz erta tugatib qo'yishni, tez shahvatni kelishini 6 ta darsga bo'lib o'rganyapmiz. Bugun 4-dars. 1, 2, 3 darslarni ko'rib chiqinglar. Erta tugatib qo'yish deb 3 ta darajasi bo'ladi. Og'ir bosqichi bo'lsa 1 minutgacha yoki jinsiy aloqani boshlaguncha, o'rta darajasi bo'lsa 1-2 minutning ichida, yengil darajasi bo'lsa 2-3 minutning ichida jinsiy aloqani tugatib qo'yishga erta tugatish deyiladi. Biz uni qaysi gormonlarga bog'liqligini o'rganyapmiz. Qaysi gormonlar ko'paysa, kamaysa tez tugatib qo'yish sabab bo'lishini o'rganyapmiz. Uy sharoitida qanaqa qilib yordam berishni va qachon doktorga borish kerakligini o'rganyapmiz. Xo'p, 4-darsni boshlaymiz. Qaranglar, prolaktin degan gormon bo'ladi. Prolaktin gormonini normasi 2 dan 15 nanogram millilitr atrofida bo'ladi. Prolaktin gormoni jinsiy aloqa tugagandan keyin ma'lum bir vaqtgacha oshadi va o'sha paytda siz yana qaytadan jinsiy aloqa qila olmaysiz. Agar shu mana 20-30 minut ichida normasiga keladi va shu 20-30 minutdan keyin siz yana jinsiy aloqa qilishingizga kuchingiz, quvvatingiz bo'ladi va orgazm kuzatilishi mumkin. Mana shu kuchingiz bo'lmaydigan 20 minutni refraktorniy period deyiladi. Xo'p, demak, agar prolaktin haqida nima bilishimiz kerak? Prolaktin o'zi shundoq ham bazaviy bo'ladi. Ya'ni 2 dan 15 gacha va orgazmdan keyin oshib ketar ekan. Xo'p, prolaktinni past bo'lishi tez tugatib qo'yishga sabab bo'ladi. Xo'p, qachon prolaktin birinchi mexanizmini o'rgatamiz? Qanaqa qilib prolaktin jinsiy aloqani tugatishga ta'sir qilishini va qachon past bo'lishini o'rgatamiz. Undan keyin davolashga ham o'tamiz. Xo'p, prolaktin dofamin degan gormonni bloklaydi. Dofamin urug'ni chiqarishini gazi edi. Ya'ni dofamin ko'p bo'lsa, gaz qattiq bosiladi va urug' chiqib ketadi. Prolaktin gormoni dofaminni kamaytiradi. Demak, o'sha urug' chiqishini sekinlashtirib turar ekan. Endi agar shu prolaktin kam bo'lsa, haligi dofamin ko'p bo'ladi va tez urug' chiqib ketishi kuzatiladi. Shu narsa esingizda qolishi kerak. Oksitotsin degan gormon ham bor, uni prolaktinga qo'shib o'rgatiladi. Oksitotsin gormoni biz uni tabiiy emas, dori bilan ko'taradigan yoki dori bilan tushiradigan mexanizmlarni bilmaymiz. Uni ayollarga kapelnitsasini qiladi. Oksitotsin gormoni urug' chiqishini tezlashtiradigan gormon. Oksitotsini baland erkaklarda urug' tez chiqishi kuzatiladi, lekin oksitotsinni tushiradigan dori yo'q. Uni boshqacha yo'llar bilan qanaqa qilib davolashni ham o'rganib ketamiz. Oksitotsin degan gormon borligini va oksitotsin ko'p bo'lganda tez tugatib qo'yish mumkinligini bilishimiz kerak. Oksitotsin o'zi yaxshi ko'rganda, quchoqlashganda, yaxshi munosabatda bo'lganda ko'payadigan gormon. Bu degani yaxshi ko'rmang degani emas, quchoqlashmang degani emas. Oksitotsin haqida bilimingiz bo'lsa, u ko'pligida tez tugatib qo'yish mumkinligini bilsangiz bo'ldi. Endi prolaktin oshib ketadi. Ko'pchilikda stress tufayli, uyqusizlik tufayli yoki miyasida o'sma bo'lganda, ba'zi bir antidepressantlarni qabul qilganda, buqoq bezi yaxshi ishlamaganda prolaktin oshib ketadi. Va prolaktin oshib ketganidan keyin yoki orgazmni umuman kuzatilmasligi yoki urug' chiqishini kechikishi kuzatiladi. Bu dofamin gormonini kamaytirgani hisobiga. Prolaktin dofaminni antagonisti, ya'ni qarama-qarshisi hisoblanadi. Shuningdek, prolaktin oshganda libido, jinsiy xohish pasayib ketadi. Buni bizni libido degan darslarimizdan ko'rishingiz mumkin. Prolaktin ko'payganda jinsiy quvvatni pasayishi kuzatiladi, ya'ni jinsiy aloqa oxiriga yetmasdan tugab qoladi va ginekamastiya kuzatilishi mumkin. Ayollarni ko'kragiga o'xshab erkaklarning ko'kragi o'sishni boshlaydi. Prolaktinni normasi 2 dan 15 gacha dedik.
agar nanogram millilitrda hisoblasak 25 dan oshganida miyada o'sma gumon qilinib miyani MRT qilinishi shart, chunki miyadagi o'smalarda ham oshadi. Endi prolaktini past erkaklar kimlar? Prolaktini past erkaklar ko'pincha kabergalin yoki dofamin ichadigan odamlar bo'ladi. Miyasida o'smasi yoki boshqa bir kasalliklar tufayli prolaktini oshganda kabergalin, Dastinex degan dorilar beriladi. Shuni dozasi katta bo'lganda prolaktin juda ham kamayib ketsa, tez tugatib qo'yish kuzatiladi. Xo'p, endi buni davosi shu doza korreksiya qilinadi, kamaytiriladi. Butun tabletga ichayotgan bo'lsa, yarimta bo'lsa, choraktaga xo'p o'tiladi. Xo'p, endi prolaktini shundoq ham o'zi tabiiy baland bo'lib, Dastinex past bo'lib, tabiiy past bo'lib, agar unda tez tugatib qo'yish kuzatilayotgan bo'lsa, unda birinchi uyda qiladigan ishinglar, uyda qiladigan narsalar haligi start stop texnikasi va boshqa mashqlar bor. O'sha urug' chiqishini sekinlashtiradigan shunaqa mashqlarni qilib ko'rishingiz mumkin. Va местный anestetiklar bor, bilasizlar, sepadigan spreylar bor, aloqani vaqtini uzaytiradigan yoki suyuqliklari bor. Shuni surtasiz, taxminan 40 minut oldin sepasiz yoki keyin yuvib tashlaysiz, keyin ana shunda vaqti cho'zilishi mumkin. Endi prolaktiniz balandligi tufayli sizda urug' chiqishi to'xtab qolsa yoki chiqmasdan jinsiy aloqa tugab qolsa, jinsiy aloqa susayib qolsa va ma'lum bir antidepressantlarni ichayotganingizda, tabletkalar ichayotganingizda urug' chiqishi sekinlashib susayib qolsa yoki tezlashib ketsa, unda doktorga murojaat qilamiz. Ya'ni endi bu yog'iga dori bilan davolaniladi. Doktor asosan dapaksitin yozadi. Uni bilasizlar, taxminan 81% holatlarda o'sha jinsiy aloqani cho'zilishiga sabab bo'ladi. Yoki prolaktin kam bo'lsa, o'sha serotoninni обратный захватini selektivniy ingibitorlari bor, fluoksitinga o'xshagan. O'sha narsani yozadi. O'sha narsa aloqani vaqtini cho'zadi. Agar prolaktiniz o'zi past bo'lsa, dori tufayli emas, o'zi past bo'lsa, demak, местный anestetiklar, mashqlar qilamiz. Doktor dapaksitin yoki serotoninni обратный захватini, selektivniy ingibitorlarini yozadi. Endi prolaktiniz baland bo'lib, jinsiy aloqa susayib qolsa, vaqti cho'zilib ketsa, unda prolaktinni tushirishimizga to'g'ri keladi. Prolaktin dori tufayli oshib ketgan bo'lsa, dorini almashtiramiz yoki dozasini kamaytiramiz. Prolaktiniz o'sma tufayli ko'payib ketgan bo'lsa, uni davolaniladi. Uni o'zini neyroendokrinolog o'zi yaxshi biladi. Prolaktiniz stress tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra uyqusizlik sababli oshayotgan bo'lsa, siz o'zingizni rejimingizni to'g'irlashga to'g'ri keladi. Xo'p, shunaqa bugun qisqacharoq qilib xalq tilida sizga tushuntirishga sabab bo'ldim. Prolaktinni kamligi tez tugatishga sabab bo'lar ekan, prolaktinni balandligi sekin tugatishga yoki umuman tugatolmay qolishga sabab bo'lar ekan. Sababiga qarab davolaymiz.